Sizlar bilan Articraft va bugun men sizlarga raketa qurishni o'rgataman. Uning shu kanalimga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Men hozir raketa qurishni sizga o'rgataman. Hop, boshlanishiga Red Concrete qo'yasizlar. Buni bilsalaring ham kerak. Hop. 1 2 3. Hop. 1 2 3. Mana tem bo'ldimi? Mana hammasi tem bo'ldi. Endi slime bloklar bilan mana bunday qilib yopib chiqasizlar. Tak. Bunday qilib turib, bunday qilamizda ichiga observer qo'yasizlar. Hop, keyin sticky piston, ya'ni yopishqoq piston va slime blok. Keyin pastga tushib observerlar qo'yasizlar va observerlar qo'yasizlar. Mana ham yana ikkita observer. Keyin yopishqoq pistonlardan yopishtirasizlar. Tomba balans kim qilali? Time. Day. Hop. Endi 1 2 3 o'rtasini teshasizlar. Keyin bunday qilasizlar. Narsalar tadam! Raketa tayyor. Chiroyli va go'zal ham uchishga tayyorlangan raketamiz tayyor. Do'stlar, keyin tagini yoqasizlar. Sen yo'qolib turing, raketani oldi o'chashmay. Yoqasizlar. Endi mana ko'ryapsizlarmi, uchadi o'zi. Bu albatta o'xshaydi, bu yolg'on bas. Shunaqasalar ajib-jub turib osmonga chiqishga qiynaladi, lekin baribir o'xshaydi. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Shuni o'zi xolos. Shu tugmachalarni bosib qo'ysangiz bo'ldi, axir tekin-ku. Ne? Uchyapti. Buni ustiga chiqib olsanglar ham bo'laveradi, ketaverasizlar. Lazzatli koinotlarni ko'rib kelasizlar. Mayli do'stlar, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Iltimos sizlardan. Axir tekin-ku, shu 2 dona tugmachani bosib qo'ysanglar bas. Keyin bugun sizlar bilan Articraft bo'ldi. Xayr do'stlar, hammaga xayr. Salomat bo'linglar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.